Assalomu alaykum, hurmatli video dars kuzatuvchilari. Navbatdagi darsimiz bakalavriat yo'nalishi birinchi kurslarda 18-ma'ruzani ko'rib o'tamiz. Ushbu ma'ruzamiz mustaqil so'zlar, od turkumining ta'rifi, leksik grammatik xususiyatlari hamda ma'no turlari deb nomlanadi. Hammamizga bilamizki, mustaqil ya'ni so'z turkumlari nutqimizda mavjud so'zlar bir-biridan ma'nosi hamda grammatik xususiyatlari bilan farq qiladi. Shu jihatdan so'zlar ayrim leksik grammatik guruhlarga, turkumlarga ajratiladi. So'zlarning ma'no va grammatik belgilarining o'xshashligiga qarab guruhlarga bo'linishi so'z turkumlari deyiladi. So'zlarni turkumlarga ajratish 3 tamoyil asosida ko'rib o'tiladi. Demak, birinchi leksik semantik tamoyil, morfologik tamoyil, uchinchisi sintaktik tamoyil deb nomlanadi. Leksik semantik tamoyilga ko'ra so'zlarni guruhlarga ajratishda so'zning leksik ma'nosiga alohida e'tibor beriladi. Masalan, tuz, non, tinchlik, daryo, tog', osmon kabi so'zlar predmet yoki predmetlik tushunchasini, ya'ni bunday so'zlar od so'z turkumi deb nomlanadi. Katta ko'cha, shirin olma, tiniq osmon, ko'k ko'ylak kabi so'zlarni predmetning belgisini, ya'ni bunday so'zlar sifat deb nomlanadi. 5 ta daftar, yuzlab odamlar, 10 tadan o'quvchi, 2-kurs kabilarga bo'lingan so'zlarni esa predmetning miqdorini, tartibini, ya'ni bunday so'zlar son so'z turkumi deb nomlanadi. Ayrim so'zlar bormoq, kelmoq, yozmoq, kulmoq, uxlamoq kabi harakat va holat tushunchasini, ya'ni bunday so'zlar fe'l so'z turkumi deb nomlanishini bilamiz. Asta o'qidi, do'stona gapirdi, piyoda yurdi kabi so'zlar esa ish harakatining belgisini, ya'ni bunday so'zlar ravish deb nomlanadi. Demak, tilda shunday so'zlar borki, bilan, va, ammo, uchun, chunki, xuddi, faqat, albatta, yo'q, oh, dupur, yalt yult kabi so'zlar borki, ular mustaqil holda leksik ma'no ifoda etmaydi. Biror tushunchaning atamasi bo'lib ham kela olmaydi. Bunday so'zlar hozirgi o'zbek tilida ko'makchi, bog'lovchi, yuklama, modal, undov, taqlid so'zlar deb yuritiladi. Morfologik tamoyilga ko'ra so'zlarni guruhlarga ajratishda ularning morfologik xususiyatlarini asos qilib olamiz. So'zlarning qanday morfologik shaklda kelishi uning ma'no xususiyati bilan bog'liq. Masalan, predmet tushunchasini anglatadigan so'zlar otlar, ya'ni otlarda son, egalik, kelishik kabi grammatik shakllar borligini bilamiz. Predmetning ish harakatining belgisini bildiradigan so'zlar, ya'ni sifat va ravishlar deb olamiz. Ya'ni sifat va ravishlarda daraja shakli borligini bilamiz. Harakat yoki holat ma'nosini bildirgan so'zlarni esa fe'l so'z turkumi deb olamiz. Ya'ni bu fe'l so'z turkumiga nisbat, zamon, shaxson, mayl kabi grammatik shakllarga egaligini bilamiz. Predmet yoki shaxsga ishora qiluvchi so'zlar, ya'ni olmos so'z turkumi ham morfologik jihatdan o'zgarib, son, egalik, kelishik shaklida kela oladi. Predmetning miqdori va tartibini anglatuvchi so'zlar esa son, morfologik jihatdan esa o'zgarmaydi. Shuningdek, leksik ma'no anglatmaydigan so'zlar, bular ko'makchi, bog'lovchi, yuklama, modal so'z, undov va taqlid so'zlar ham morfologik shakllarga ega emas. Sintaktik tamoyilga ko'ra so'zlarni guruhlarga ajratish esa uning sintaktik tomoni, ya'ni qanday so'zlar bilan grammatik munosabatga kirishi gapda bajaradigan sintaktik vazifasiga ko'ra belgilanadi. Masalan, predmet ma'nosini anglatuvchi so'zlar ot, ya'ni bosh kelishik shakliga ega va kesim vazifasini qaratqich kelishigi shaklida aniqlovchi tushum, jo'nalish, o'rin payt, chiqish kelishigi shakllarida to'ldiruvchi va hol vazifalarida keladi. Masalan, dars boshlandi, odamning ko'rki, xatni yozdi, universitetda o'qiydi kabilarni misol qilamiz. Belgi bildiradigan so'zlar, ya'ni sifat, son, ravish predmet yoki harakat ifodalovchi so'zlar bilan grammatik munosabatga kirishib, gapda aniqlovchi yoki hol vazifasida keladi. Masalan, to'g'ri so'z, o'z, 5 ta bola, ko'p kitob, yaxshi o'qiydi, birinchi keldi kabilarni misol qilamiz. Predmet belgi miqdorning mavjudligiga ishora qiluvchi, ular o'rnida almashinilib qo'llanuvchi so'zlar, ya'ni olmoshlar, gapda nimaga ishora qilishi va qanday
so'zlar bilan birikishiga ko'ra gapda ega, kesim, to'ldiruvchi, aniqlovchi hol vazifalarda keladi. Masalan, men gapirdim, maqsadim shu, bu bino, nimani o'qiding, qayerda yashaydi kabilarni misol qilamiz. Tildagi leksik ma'no ifoda etmaydigan so'zlar, ya'ni bog'lovchi, ko'makchi, yuklama, leksik ma'no ifodalovchi so'zlar orasidagi grammatik munosabatni shakllantiradi. Gap yoki uning tarkibidagi ayrim so'zlarga qo'shimcha ma'no qo'shadi. Bunday so'zlar sintaksik vazifa bajarmaydi. Shuningdek, leksik ma'no ham ifodalamaydi. Biror hodisaning atamasi, ya'ni nomi bo'lmasa ham, lekin gap bo'lagi sifatida yoki mustaqil holda so'z gap sifatida qo'llana oladigan so'zlar, bularga modal so'z, undov, taqlid so'zlar ham mavjud. Kerak, zarur, bor, uf, ey, dupur kabi so'zlarni ham misol qilamiz. Demak, so'zlarning gapda qanday gap bo'lagi vazifasida bo'lib kelishi, uning qanday so'zlar bilan aloqaga kira olishi, ma'nosi va grammatik shakliga bog'liq bo'ladi. O'zbek tili lug'at tarkibidagi so'zlar leksik, semantik, morfologik va sintaksik tamoyilga tayangan holda quyidagi guruhlarga ajratiladi. Demak, birinchisi mustaqil so'zlar, ikkinchisi yordamchi so'zlar, uchinchisi alohida olingan guruh so'zlar. Mustaqil holda leksik ma'no ifoda eta oladigan, biror morfologik shaklga kelib, gap bo'lagi vazifasini bajaradigan so'zlarga mustaqil so'zlar deyiladi. Mustaqil so'zlarga ot, sifat, son, olmosh, fe'l, ravish kabi so'z turkumlari kiradi. Mustaqil holda leksik ma'no ifoda etmay, gap bo'lagi vazifasini bajarmaydigan, faqat so'zlar orasidagi sintaktik munosabatni ifodalaydigan yoki ularga qo'shimcha ma'no qo'shishga xizmat qiladigan so'zlar yordamchi so'zlar deyiladi. Yordamchi so'zlarga esa ko'makchi, bog'lovchi yuklamalarni misol qilamiz. Modal so'zlar modal ma'no ifodalashi jihatidan yuklamalarga o'xshab ketadi, lekin undan farqli ravishda gapga gap bo'lagi, ya'ni kesim, sostavli kesim tarkibida butun bir gap tarzida ham kela oladi. Undov va taqlid so'zlar mustaqil so'zlar kabi biror hodisaning nomi bo'lib kelmaydi, lekin gap bo'lagi vazifasida, so'z gap vazifasida kela oladi. Shuning uchun ham bunday so'zlar alohida guruhni tashkil etadi. Otning ta'rifi va leksik grammatik xususiyatlariga predmetning nomini, ya'ni keng ma'noda bildiruvchi mustaqil so'z turkumiga ot deyiladi. Ot so'z turkumiga oid so'zlar kim, nima, kimlar, nimalar, qayer savollaridan biriga javob bo'ladi. Masalan, o'qituvchi, xonanda, tilshunos, bular kim so'rog'iga javob bo'ladi. Yer, suv, tuz, non, bular esa nima so'rog'iga javob bo'ladi. Joy, qayer, shahar, joy, qayer so'rog'iga javob bo'ladi. Keng ma'noda predmet ma'nosini ifodalash otning leksik xususiyatidir. Predmetlik ma'nosini tirik mavjudotlar, ya'ni parranda, qush, chumoli kabilar, yer va osmonga oid narsalarning nomi, quyosh, oy, tog', tosh, daryo kabilar, kundalik turmushga oid narsalarning nomi, tuz, non, choynak, qatiq kabilar, o'simliklarning nomi, paxta, sholi, jo'xori, beda kabilar, voqea, hodisa, belgi, xususiyat va munosabatlarning nomi, to'y, anjuman, majlis, shodlik, ishonch, kurash kabilar, o'rin va vaqt nomlari, yoz, kuz, pastlik, tepalik kabilar, shuningdek atab qo'yilgan shaxs va predmet nomlari, ya'ni Toshkent, Zulfiya, Sirdaryo, o'qituvchi, nashriyot kabilarni ifoda etadi. Ot shu ma'no xususiyati jihatidan ikki turga bo'linadi: turdosh hamda atoqli otlar. Kitob, daftar, tinchlik bular turdosh otlar. Samarqand, Akmal, Qorako'zlar, ya'ni roman misolida, fan, nashriyot misolida bular esa atoqli otlar sanaladi. Ot so'ziga xos morfologik xususiyatlarga ega, ya'ni birinchi ot son kategoriyasiga ega, ya'ni predmet anglatuvchi so'zlar birlik va ko'plik sonda yuzaga keladi. Otlar birlik sonda yakka bir predmetni ifodalaydi, ya'ni daraxt yakka bir predmet birlik son shaklida kelgan, daraxtlar noaniq ko'plik son shaklida keladi. Keyingisi otlar egalik kategoriyasiga ega, ya'ni predmetning uch shaxsdan biriga so'zlovchi, tinglovchi, o'zga shaxsiga taalluqliligini, qarashliligini, mansubligini bildiradi. Masalan, mening daftarim, sening ukang, uning quvonchi kabilarni misol qilib olamiz. Hurmatli video dars kuzatuvchilarimiz,
Ma'ruzamiz xuddi shu tartibda davom etadi. Uyga vazifa sifatida otning leksik grammatik xususiyatlari hamda uning ma'no turlari haqida qo'shimcha ma'lumotlarni topib kelish uyga vazifa qilib beriladi. Xayr, salomat bo'ling.